Assalomu alaykum hurmatli aziz muxlislar. Mana biz bugun birinchi ustozim mana shu san'atga kirib kelishimda, mana shu o'zimizning milliy ashulalarimizni, xalqachilik yo'nalishidagi ashulalarimni estrada yo'nalishida menga birinchi ustozlik qilgan mana Zokir aka Madrahimovning oldiga keldim. Mana Toshkentdan 30 yil deganda mana endi ko'rishib turibman. Ustoz umringiz ziyoda bo'lsin. Shu sizni birgina duongizni olish uchun keldim. Bebaho ustozlarning duosini olish. Shuning uchun o'zingiz bir duo berib, keyin ustozlarimizni bir o'zingiz ta'riflab bersangiz. Amin. Kasbinizda kamol toping. İcadınızda yüksek parvozlar. Sağ salomat bo'lib, shu xalqni, elni izzatida, hurmatida doimo yurish nasib bo'lsin. Ajoyib yangi ijodlar bo'lsin. Biz eshitib, faxrlanib, maza qilib yurish nasib etsin bizlarga. Rahmat, rahmat. Sağ salomat bo'ling. Birdek yaxshi kunlarda siz bilan uchrashish nasib bo'lsin. Rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin. 100 yoshlarga keling. Rahmat. Endi bu nayob hozir nima deydi, arxiv muzey desak ham hech xato bo'lmaydi. Mana domlalarimizni o'zlari tushuntiradilar. Bizlar mana oltin meros bo'lib qolib ketgan xalqachilik yo'nalishidagi biz ustozimizning dadalari Madrahimov Yoqubov Madrahim Yoqubov Sheroziyni ijodlaridan ozgina buvalaridan ozgina bo'lsa ham hozir xudo xolasa biografiyalarini hozir aytib beramiz sizlarga. Sherozi buvamning muzeyi. Shu buvamdan qolgan eksponatlar, fotosuratlar, ishqilib tarixiy qilib mana shu yerni muzey etdim. Izlaymasizlar, 1000 yil bo'lsin. Bu 2013-yilda tashkil etdim buni. 2013-yilda. Bu yerga tez kelib turadilar. San'atkorlar keladi, Toshkentdan ham keldilar, televideniya orqali ko'p ko'rsatdilar. Ishqilib shu Sherozi buvamning muzeyini hozir shu yerda hozir tanishtirib chiqaman. Shuni tanishtirib. Shu yerda Sherozi buvamning ruhlari qo'llasin. Ilohim, rahmat, domla, rahmat. Yaxshilab e'tibor beringlar. Hozir mana bu nayob, bu bilasizmi, bu hozirgi biografiya, bu Madrahim Sheroziyni ijodlarini hammasini hozir ustozimiz tushuntirib beradilar hammasini. Tarixiy fotosuratlar. 1923-yil. Madrahim Yoqubov Sheroziy Moskvada. Voy, chiroyligini qarang. Butun ittifoq qishloq xo'jalik выставкасida O'zbekiston san'atkorlari bilan birga Moskvaga boradi. Shu yerda tushgan rasmi Moskvada 23-yilda. Bu yerda yana Sheroziyning oilasi 30-yil 1930 Xudoybergan devonida tushgan rasmi. Yana bu yerdagi mana dadam. Dadam. Bu mana dadam. 32-yil. Hali kanikul vaqtlari Sheroziy gastrolda olib berdi, lizginka o'ynaydi. Sheroziy garmonda chaladi, lizginka o'ynab, yosh bolalar ichida birinchi sahnaga chiqqan. Men dadam. Talantlardan o'tganda siz. Bu yerda Sheroziy 60-yillar. Mana bu yerda Sheroziy onalari Mehrjamol momo. Bu rafiqasi anam, mana babushkam bo'ladi. Bu yerda men dadam. Bu как раз Sheroziy Moskvada orden olgan vaqtda kelib gazetaga tushirganlar shu suratni, gazetada chiqqan. Shu gazetani o'qib qarab o'tiribdi men dadam. Shunday nima qilgan. Bu yerda Sheroziy hali Xorazmda torni birinchi chalganlar. Yana 26-yil. Bu yerda mana Sheroziyning oilasi birinchi nevarasi mana opam. Hozir pensiyada vrach. Gavara opa yana birinchi nabirasi tug'ilgan vaqti. Yuqorida dadam, oyim, yana Sheroziy, buvim, ishqilib amakim, ammam shular. Sening oilamiz. Bu yerda o'zingiz. Bu yerda 2002-yilda teatrda chiqib turgan vaqtim. Maqom kechasi bo'lganda. Bu yerda universitetda ijod vaqtimiz.
universitetda. Umringiz ziyoda bo'lsin. Bu oltin meros. Buni hammamiz yaxshilab o'rganishimiz kerak. Ayniqsa Xorazmdagi san'atkorlar hammamiz bilishimiz kerak ustozlarni. Hammasini biografiyasini bilishimiz kerak, o'tmishini bilishimiz kerak. Qanday meroslar qoldirganlar, qanday san'at turlarini qoldirganlar. Xudo xolasa hali domlamiz yanini yana shu xudo xolasa ustozimiz shu Madrahim aka Sheroziyni xudo xolasa tez orada ijodlaridan o'zim xudo xolasa qo'l urib ijodlaridan bir 10 ta shul aytaman xudo xolasa. Sizga so'z beraman damimda. Albatta, xudo xolasa. Yana tushuntirib boraveramiz. Ana endi bu yerda Tamara xonim. Tamara xonim bilan. Tamara xonim 30-yillarda Xorazm teatrida ishlagan. Shunda birinchi bo'lib Sherozbonni topgan. Yani eng buyuk insonlar. Büyük insanlar, Avicena deydi-yu, bizani eng buyuk ustozlarimiz va bizani faxrimiz. O'lmas meroslarimiz bular. Rasmat tushganidan ham bilasizlar, shuni quchoqlab turishidan ham bilasiz. Juda hurmat qilaman. Albatta, mehr muhabbat kuchli bo'lgan va hurmat qilganlar ustozni. Har bitta ustozimizni hurmat qilsak, e'zozlasak, shunda o'nib o'samiz. To'g'rimi bular? Yine sizni mehnatlaringiz bilan biza yuribmiz yine. Ama shunday xudo xolasa yuzlaringiz yorib ketdi degan umiddaman. Hali ham xudo xolasa ashulalarni ustozimizni Madrahim Sheroziyning ashulalarini albatta aytamiz, eshitasizlar muxlislar. Xudo xolasa. Davom etamiz. Sen televizorda ko'rib so'nib o'tiraman. Rahmat damlar, rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Bu yerda yana 39-yilda Garmonchikizlar ansambli. Xalpola. Xalpola. Birinchi bo'lib Xalpolani nasini tuzgan Yana bu Gavhar xonim Rakimova, Tamara xonimning singlisi. Xorazmga keladi, Xorazmga kelib Xalpa ansambli tuzash deb yuqoridan topshiriq beriladi. Shunda kelib birinchi Sherozbonni topadi. Keyin Anash Sholak edi bu. Anash Xalpa. Men uni ko'rmagan edim. Men ustozlarimizning nomini, ismini bilaman, lekin bilmasadim. Men Anash Xalpa, haqiqiy rasmini ko'rib turibmiz ene. Yana Matyus Qoratov. Voy. Bütün büyük insanlar. Yana bu Ro'ya Otajonova. Yana bu qizlar hammasi Bikada adlari Bika. Toshkentda gastrol safarina borgan vaqtlari. Shu yerda Sherozbon bilan birgalikda shu Garmonchikizlar ansambli tuzib, shu yerda Toshkentda o'zlarini san'atini namoyish qilib bergan vaqtlari bu. 39-yil. 39-yildan beri xalqpachilik yo'nalishini kiritgan Sherozib bog'amiz bo'ladilar. Yana Tamara xonim, Gavhar opalarni ham hammasini ustozlik etgan ekanlar. Bu narsalarni bilishimiz shart. Men hozir endi eshitib turibman, dim xursandman va faxrlanaman shu bog'amiz bilan. Shuning uchun men yana kelishi kerak adam. Albatta. Yo'q, hali bu yana kelaman men. Xudo xolasa. Bir necha yil bo'lib qoldi, no, kelib Xudo xolasa. Xudo xolasa. Katta film ishlaymiz. Xudo xolasa inshaalloh. Bu yerda yana Mulla To'ychi bilan tushgan rasmi. Mulla To'ychi bilan 29-yilda. Sherozova 23-yilda Moskvaga borganda Mulla To'ychi bilan do'stlashadi. Do'stlashadi. Shunday yaqin do'st bo'ladi ikkisi. Aynan. Yunus Rajabiyning ustozi. Yunus Rajabiyning ustozi. Mulla To'ychi. Büyük insanlar, büyük insanlar. Bu faxrlanmaslikning hech ham ilojisi yo'q. Faxrlanamiz shunday Sherozib bog'amiz bilan. Shularning ustozi bo'lgan ekanlar. Hali plastikalarda yozilgan-ku zavod imini Toshmuhammedov deb. Ana shu Mulla To'ychi Toshmuhammedov shu. O'zini Grand plastikasi nasib bo'lgan. Yozadi. Studiyasi bo'lgan. Shu vaqtda yana Sherozib bilan birga tushgan rasmlari Sherozib bilan. Mulla To'ychi bilan birgalikda. Ruhlari shod bo'lsin hammasini. Bu yerda yana Sherozib rafiqasi bilan anam bilan 30-yil. Go'zallikka qaranglar, bu go'zallikka qaranglar. Tabiiy go'zallik. 30-yilda galstuklar bilan shu vaqtida qarang, yana lekin milliylik ham yo'qotmanglar. Do'ppilari bilan turibdilar, qarang. Yangilikka intilgan. Yangilikka intilgan. Bu yerda 4 farzandi. Sherozib. Akamni ko'ryansan. Avon. Professor. Professor. Hem Sepnazara sanatkor. Muqimiy teatrda. Avon. Bilamiz. Toshkentda Muqimiy teatrda baletda ishlaydi. Avon. Baleron. Avon. Kunduz Mirkaroyevani tusarib o'ynagan. Baletda. Keyin Xorazmga kelgan.
Bu ammamiz Aha, shifokor. Munavvar opa. Ha. Nimalar ziyod. Bu kichkina o'g'li Hurmat Madrakimov. Hali hurmat belgisi ordeni oladi 37-yilda Moskvada. Voy. Sherozi bor. Yana Sheroz buvani. Shuni ko'rsatib bering. Ha. Shunda kichkina o'g'li tug'iladi 37-yilda. Jumanazar qo'yadir ekanlar. Hurmat qo'yinglardan yozib beradi. Shular hurmat oladi. Shular hurmat bo'lib qoladilar. Yana birinchi O'zbekistonning birinchi adabiyot san'at dekadasi 37-yilda. Voy, birinchi dekadasida. Ha. Shu yerda ordenni olib, Kalininni o'zi olib tushgan rasmlari. Bu noyob narsalar bo'ladi. Bular noyob narsalar. Bu yerda yana Xudobergan Devonov bilan birgalikda. Ikkisi yaqin do'st bo'ldi. Xudobergan Devonov bog'ini tez-tez oldirib, ashulasini eshitib, ashulasidan bahramand bo'lib o'tirgan shunday. Ruhlari shod bo'lsin hammasi. Ana orden olgandan keyin Putyovka boradilar. Severniy Kavkaz, Shimoliy Kavkaz, Pitigorsk. Borib Damezna o'tgan. Dunyo gezgan ekanda Sherozi buvamiz. San'ati bilan. Men 76-yil borganman. Pitigorskka. Shora qog'oz mana shu yerda rasm tushgan rasmim bor. Ha, Sherozi o vaqtda orden olganlar как герой hisoblanadi. Yana o'ris do'stlari o'rta olib hurmat qilib turibdi. Majidiy birgalikda 29-yilda Hamza Akimzoda boshlagan truppa tashkil etadi. Keyin u noma'lum sabablarga ko'ra tarqalib ketadi. Keyin 29-yil kelib Abdulhamid Majidiy qaytadan teatr tashkil etadi. Teatr 29-yil birinchi Sherozi topadi. Birgalikda tashkilotib nima qilib birinchi tamal toshini qo'yganlar. Shu Ogahiy teatrini birinchi tashkil qilganlar bu. Birinchi keluvchini qo'yganlar shular insonlar. Bu narsani bilishimiz shart biza. Hozir bilmagan narsalarimizni eshitib, hozir men hayrondaman. Bizani Xorazmni eng buyuk shu san'atni, Xorazmni san'atini birinchi o'rnab chiqib, yana shuncha shogirdlar, yana shuncha Tamara xonim, Gavharxon opa, shuncha ustoz san'atkorlar bilan yana o'tgan ustozlarimiz bilan eng hammasini ustozlar bo'lgan ekanlar. Juda ham faxrlanaman. Shu Sherozi buvani nabirasidan men dars olganimdan, shogirdi bo'lgandan juda ham faxrlanaman. Ruhlari shod bo'lsin. Shu yerda 34-yildan keyin Abdulhamid Majidiyni Toshkentga chaqiradilar. Burada ish, boshqa ish. Shunda Sherozi buva konvert boradi. Sherozi aka, men ketgandan keyin mana shuni ochib o'qing. Keyin uzatib bergandan keyin qarasa, shu she'r yozilgan. Sherozi buvamiz uchun. Eski o'zbek tilida. Zikri savti sururi anjumani roy Sherozi. Hamon jonboshidir lali masihoy Sherozi. Sadoyo uchidadir falaklar har taraf anjum. Tong emaskim malaklar bo'lsalar shaydoy Sherozi. Damot min burun malaklar, farishtalar ovozini shaydo bo'ladi. Shunday yaxshi. Po'lat Rahmonov institutda domladi. Bilishing kerak buni. Keyin Gul Komuna apayimda Ismoilova. Ana Ahmedova, Gulsara Ahmedova. Ishqilib shular hammasi ansamblda bo'ldi. Xorazmning buyuk san'atkorlari mana. Bu yerda 60-yilda teatrni kollektivi berdi. Tamara xonimni kelgan vaqti teatrga. Yana Tamara xonim. Bu Setnazarat, Sherozi buvani o'rtancha o'g'li. Bu artistlarni bilasan. Endi bu akordeonlar aka noyob kitoblarni bir tushuntirsangiz. Yana bu kitob Navoiyning Char Devon. Bu tosh bosmada bosilgan 1180 hijriy yilda bosilgan kitob. Mana endi eğer hisobga chiqqanda bir asrmi, bir yarim asr deb bor bu kitob. Sherozi shundan
Shirazova arabcha yozib ham bilgan, o'qib ham bilgan. Shundan g'azal yodlab, g'azal nima qilib ijod qiladi Shirazova. Menimcha Sherozi buvadan san'atkorlar menimcha qaytib dunyoga kelmasa kerak. To'g'rimi ustoz? Chunki arab tilini bilish, yozish, shuncha instrumentlarda chalib ashula aytish va ashula aytish, hamma instrumentda chalib. Bu menimcha bu ilohiydan bergan bir san'at turi, kuch Allohim berganda san'at. Garmonda Европейский kuylar ham chalib bilgan. Voice. Chunki dunyo gezganlar-da, dunyo gezganlar. Ularni ham tushuntirib bersangiz. Bu yerda yana sho'rotuncha. Voy, yana. Mana miskanlari o'zida qadadi. Ya qo'mat chiqqanda, do'za organda qo'mat chiqqanda. Shunga sho'rva demlaganlar, ona. Sho'rva, samovar dem bu-da. Samovar deylik, sho'rva qo'yadi. Ina, ichlarini yuzadi. Ichini qiladi. Ana, samovar deyil ekan, lekin shunda sho'rva qiladi ekan. İçine göz, piyoz, gerçek hammasi katishib, tayindan o't yoqiladi. Bunga menimcha ancha asrlar bo'lgan bunga. Avval qadimki. Qadimki. Kumonlar, so'qi. Bular ham menimcha. Bu seni garmoning, sen chalib turgan garmon. Bo'ldi ina. Ina garmonimni ham topdim aziz muxlislar, qaranglar. Men shunda chalganman, ustozim birga aytganlar menga. Shu garmonda çalışdım. Ben garmonda çalıştığını bilmeyenme. Ustazımla öğrengenme. Toshkentlara borib keldi sen bilan birga. Toshkentlar. Şu garmon. Shu garmon shu. Voy, menimcha Vam shu qadimki akordeonlardan kerak menimcha. Qadimki akordeonlardan bu. Sadaf yana. Sadaf. Voy. Boshqacha. Endi hozir durib qolgandan keyin ichindagi nalar taxtalabda çiğ natada uncha ishlanmaydi hozir. Yine aziz muxlislar, qaranglar, bu bizani Xorazmni eng faxrli xonadonlardan turibmiz. Men juda ham baxtiyormanki, Sheroz otani yana rasmlarni hozir. Sheroz hozir aytib beradilar. Tarjimai holi. Ana saat ham qadimkisi. Voy, soat ham shu asarlar. Voy, uni to'lab zavoytatsang yuridi, ishlaydi, ishlab. İşgalab yana ramkan, qadimki ramka. 1890-yilda tug'ilgan ekanlar, 73-yilda o'tgan ekanlar. Ham rasmana bir yosh ekan shu vaqtda. Shuni yaqinroq ko'rsatsang, nima bo'ladi? Shu hammasi o'qilsin, yana o'qib danishib chiqishlaringiz mumkin. Yaxshilab shunday tushirsangiz. Qalaysan? Yaxshilab. Havo? Ozgina. Yana bitta. Vudinxa borgan. 23-yildagi bilet. Voy, 23-yil saqlanib turishini qarang. Shu vaqtda qog'ozlar ham ne bo'lgan ekandan. Hozir shuni saqlab kelamiz shuni. Yo'q, shuni aytaman, prochniy bo'lgandan qog'ozlar qarang, hamma narsa. 23-yil. Yine bu 37-yil Kremlga giradon пригласительный bilet. Voy, Kreml. Kreml. Moskvada. Havo yana yozib ko'rdik-ku. Пригласительный билет, Всесоюзный комитет искусства при Совнаркоме deb yozibdi. Приглашение Кремль. Как раз inshu rasm shuniki. Ha, shu yerdanda. Shu yerda Kreml 37-yilda dekada vaqtida. Bunda kalendarda chiqqan edi. Voy, kalendarda. Kalendarlar bo'lar edi. Ular o'zlari yozgan o'xshaydi-ku, menimcha, o'zlarini qo'l Sherozovaning pochirki. Pochirklari bor. Ne degan chiroyli bo'lgan. Arabcha yozib bilgan ekanlar, ona. Eski maktabda o'qigan. Yana plastinkalari. Yana plastinkalar. Yine bunda lezi o'tkirlikdan o'ch. Vaqtda lezi defitsit olganda. Shuna endi lezini qo'yib to'laydi, lezini o'tkirlik. O'tkirlikdan to'g'ri. Shu narsalar. Endi bu yoqda yana Grand Prix'lar olgan bular. Bu televideniya muzeyi esdalik bordi buni. Umrbek. Nagраждение bu. Havo. Nagраждение. Bu yoqdagilar ham menimcha Sheroz bo'g'ami nelari? Yine bu patifon. Patifon. 32-yilda tushgan plastinkasi. 32-yilda. Salomnoma. 32-yilda. Voy, shuncha yilda bo'lgan edi. Bu yerda yana 75-yilda tushgan plastinkasi.
75 yılda. Men bilan deng почти. Ha. Почти men bilan deng. Hop, ana shunday Menimcha lyustram shu vaqt Ha, yana lyustra. Lyustrani oldim. Lyustranam 30-yilda oldu. Voy, 30-yilda qarang, dum boshqacha, prochni yaxshi ishlangan. Men endi bitta sal ya remontlik ishlari bor ekan, bularni men elimdan keladi, o'zim remont etdi. Shamlari bilan ham shamlarni ham yopib qo'ysa Bu bo'ladi. asli bunday yengilsini ushlab, bunda desa pastga tushadi. Ha, pastga tushadi. Ha. Evvel ya svet yok Aman, mu? şam Şuradalar yakın. yakıp, şamla lampanı yakıp, cebimde dikkat bu. Ular göz değmesin. Doğru mu shundaki nelaring menimcha? Bu endi şu seni gören nelerin bu. Avan. Shu vaqt ishlatib yurgan vaqtimiz. Yo'qotmay qo'yibman. Avan. Domlam, usritillarni ham bilardilar. Hamma narsani bilardilar, qarang. Men faxrlanaman shunday Sherozi buvoni nabiralari ham shu daraja kuchli san'atkorlarki, hamma instrumentni ham chalib biladilar, usritilni ham qo'yib biladilar. Shu apparatlarda shular aytganmiz bizlar. Hamma narsada professional ustozimiz. Men juda ham faxrlanaman shu insondan tarbiya olganim, shu insondan darslik olib, men xudo xolosa shu darajaga yetishimda sizni minnatlaringizdan katta. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsa, 100 yoshlarga kiring. Xudo xolosa shu inang menimcha shu yerda Sherozibon ruhlari qo'llab turibdi. Albatta. Ilohim Xudoyim shularni yo'llarini bersin, bizlar ham shu san'at talantlarni bersin xudo xolosa. Shularni Sherozibon avlodi, Sherozibon hurmati, Sherozibon ruhlari birdin qo'llasin. Ilohim qo'llasin, ilohim. Duo bersangiz yana bir bizlar ham xudo xolosa shu ishlarimizda, chunki ustozni duosi bebaho deb aytilgan. Men shu niyat etdim, necha yilda endi kelyapman, xudo xolosa keyingi yil yana kelib bir film ishlash niyatim bor. Обязательно xudo xolosa bu bizani oltin merosimizni, bizani faxrimizni, bizani dunyo donishi kerak. Men shuni tilakdoshiman damulla. Sizda yana bir duo. Xudo xolosa. Ishtamiz xudo xolosa. Amin. Kasbingizdan kamal toping. İcadınızda yüksek parvozlar. Daima xalqning hurmatida, e'zozida bo'ling. Hozir mana shu Sherozibon muzeyida turibmiz. Shurda Sherozibon ruhlari yuribdi. Sherozibon ruhlari doimo qo'llab-quvvatlasin. Rahmat. Ilohim ruhlari shod bo'lsin. Kasbingizdan baraka toping. Rahmat. Birday yaxshi kunlarda uchrashish hammamizga nasib bo'lsin. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Ijodingiz bardavom bo'lsin. Rahmat. 100 yoshlarga kirib yuring. 100 yoshlarga kirganingizdan kelib shu yerda yubileylaringizni o'tkazib o'tirish xudo xolosa nasib etsin. Aziz muxlislar, ko'ringlar buni обязательно oxirgacha. Ayniqsa Xorazmlar. Boshim osmonga yetdi. Rahmat, rahmat katta, rahmat. Sana kelib shu yerda mendan xabar olganingiz mana shu katta bir rahmat damlo. Umringiz ziyoda bo'lsin. Ilohim 100 yoshlarga yurgaysiz. Nabira yuvara-chivara rohatini yurib. 100 yoshlarga kiring. Aziz muxlislar, kuzatib boringlar. Hali xudo xolasa oldinda hali yana chiroyli videolarni yana qo'yib boramiz. Pianino antikvar. Antikvar. Mana bir yarim asr bo'ldi. Но какой-то необычный men ham ko'rib turibman, chunki milliy bo'lish qarashlarning joylari ham bor. Buni men topdim. O'zim bir ma yo'q. Lekin yomon ahvolda edi. Men yodimda bo'lsa pianinoni dizib turishingiz настройка etadingiz. Постоянно. O'zim remont etib, o'zim bo'yab, o'zim natib yumshoq ahvolga keltirdim buni. Hozir polni chalinadi u. Ozgina domlamizdan hozir bir shingil hozir ishtasin.
Skripkada çardaş montaj çardaş. Aa, Şu. shuni chalaram. Nimasin, rahmat domlalar, umringiz ziyoda bo'lsin. Dim xursand bo'ldim. Shunga xursandmanki, siz bilan ko'rishib turganimdan shu yana kelib shu yerda yanada yaqinroq Sherozi buvamizni ijodlari bilan yanada men hozir katta bir bagaj deydi-ku, katta bir taassurotga ega bo'ldim va yana ko'p narsalarni oldim. Shuning uchun katta rahmat. Juda ham xursandman Dambulla. 100 yoshlarga kirgansiz. Katta rahmat Dambulla. Endi mana xursandchiligimni Rahmat Dambulla. aytib qo'ydim. Rahmat 100 yoshlarga kirgansiz. Katta rahmat. Nelarni ham olib. Ha, yana mana byust. Shunday chiroyli. Bu yerda haykaltarosh Shavkat Usmonov degan odam bor, ajoyib haykaltarosh. Hozir ham hayot 85 yoshida. Hali nimada Matiz Farad kollejda ishlaydi. Shu sovg'a qildi muzeyga. Sherozi buvani byustini nima qilib sovg'a qildi. Ular dard ko'rmasin. Rahmat Dambulla. Kaşlarını yavan kılmasın, yâre lütfeylemez, zerru cefavan kılmasın. Kılmasın sen ben gel gayri, ya vefavan kılmasın. Ben kebibim ağizim, yokluğum dürtülmese, nuşider yavim savi, dilde ağlar kılmasa. Ulferi ağlayan bezni, dilden ayrılmasa. Derdi davişti güngül, yıkılmaz bulmasa. Bu gedani bülziye müptevan Tavkin yavşılık var, bir bakır nağzani, nağzidin şehit, aşkla kıldı işkıdır, şemli vaslidir.